Mehmon qildim Sarvar, lekin bor 42 dan. Okam bor 50-55 mo'jalab turgan ekanlar. Sutugini 42 mingdan mashxonadonni gaplashib qo'ydim. Ko'rishinglar mumkin. Qatligini bilasanmi? Eski Aliyeva mahallasi bor, o'sha. Va eng qizig'i bor, rohat kuruvgacha 2 kilometr ham chiqmas ekan. Eng qiziq, hamma qulayliklar 1 kilometr radiusda joylashganda, lokatsiya bor, vashshi do'da joylashgan 7-2 sutuli xonadonimiz. Общий endi bizmasdan yashayman deydigan odamlar uchun ham, lekin ko'p odamlar biz turib buyog'ini noldan quradi. Ko'rishinglar mumkin. 12 ta xonasi bor ekan. Hozir xonani, ikkita xonani ko'rsatib o'tib ketaman. Bemalol yashasanglar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda zalimizning yonida spalni bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Xonalari akkuratni bo'lib turibdi. Bemalol hozircha yashab turib, keyin quraman desanglar ham do'da narxda turibdi, lekin narxini bor 42 mingdan gaplashib qo'ydi. Aliyeva mahallasida, eski Aliyeva mahallasi ko'p odamlar biladi. Betonkaga ham 1 kilometrdan Sarvar 1 kilometr chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. Narxi menimcha do'da narxda bo'ldi. Tez telefon qilib baraka qilib yuboradigan joyi.